هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Mulk tefsiri 16. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi, Mulk suresi 16. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ma'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ey kuffarlar! Asmandaki zatның yer tevirgen çağda sileni yergi yutkızıp etişiden korkmamsılar? Yoki asmandaki zatның silegi taş yağdırışıdan korkmamsılar? Siler azapını kögen çağda menin agahlandırışımның qandaq ekenligini, yani haq ekenligini bilisiler. Ulardan ilgiri ötkenler peygamberlerini yalğanğa çıkardı. Ularni azap düşürüş bilen ayıpligenlikim qandaq eken? Ular kanatlarını yaygan ve yıkkan halda üstüde uçup ketivatkan kuşlarga ibret közü bilen qaramamdı. Kanatlarını kergen ve yıkkan halda üstlerinde uçuvatkan kuşlarni kanatlarını açkan ve yıkkan çağda yegi düşüp ketiştin fakat Allah kudreti bilen tutup durdu. Allah hakikaten her nersini körüp durgucudur. Allah Teala'nın sileni qandaq cazalamakçı bolsa şundaq cazalaşqa qadir ekenligi ve Allah'ın azabıdan qandaqmı xatirjam bolsile degenligi toğrusida. Allah Teala insanlığa nahayeti merhametliktir ve nahayeti mehribandır. Ulanın bazıları küfürlük kıyganlığı ve Allah'a butlani şirik kılıp ibadet kıyganlık için Allah Teala ulanı cazalaşqa qadir turuqluq, ulağa yenila mehri şefkat kılıdı. Ulanın günahlarını əpu kılıdı. Ulanı cazalaşqa aldırıp ketmey, cazalaşını keçiktirdi. Allah Teala bu vaqti mundaq degen. Eğer Allah insanlarını ulanın kılmışları tüpeyilden cazalaydıgan bolsa, yeryüzüde hiç bir can igisini koymagan bulattı. Ve lekin Allah uladın hesap elişini muayyen vaqtgacha ta'khir qildi. Ulardan hesap elişinin vakti yetip kelgende ularning amallariga qarab jazo berdi. Allah hakikaten bendilerini körüp toğucudur. Ey kuffarlar! Asmandaki zatның yer tevirgen çağda sileni yerge yutkızıp etişinden korkmamsılar? Yoki asmandaki zatның silege taş yağdırışıdan korkmamsılar? Yani qattiq şamal arqılıq taşlarını uçurup gelip mininglardan tütün çıkırışıdan korkmamsılar? Allah Teala bu vaqti mundaq degen. Dengizde g'arq bolup ketişidan qutulganinglar bilan, dengizde g'arq bolup ketishdan qutulganinglar bilan Allah'ның sileni yerge yutkızıp etişidan yoki silerge osmondan taş yağdırıp halak qilishidin, ondan sileni Allah'ның azabıdan saqlaydigan hiç hami tapalmaslıqlardan korkmamsılar? Siler azapını kögen çağda mening agahlandırışımның qandaq ekenligini, yani haq ekenligini bilisiler. Allah Teala bu ayette ularni qattiq qo'rqitdi. Yani şu çağda siler agahlandırışımның qandaq ekenligini, onunğa xiloflik qilgan ve onu inkar qilganlarning aqibatining qandaq bo'ladiganligini bilib qolasizlar. Ulardan ilgari o'tganlar, ya'ni ilgari o'tgan ummatlar
payg'ambarlarini yolg'onga chiqardi. Ularni azob tushirish bilan ayblaganligim qandoq ekan? Ya'ni ularni qattiq va dardlik azob tushirish bilan jazoladim. Allohning qudrati bilan qushlarning uchishi Allohning kichik-cho'ng hamma narsani ko'rib turadiganligining dalili ekanligi to'g'risida. Ular qanotlarini yaygan va yiqqan holda ustida uchib ketayotgan qushlarga ibrat ko'zi bilan qaramamdi. Ya'ni qushlar havoda birda qanotlarini yaysa, ya'ni birda yig'idi. Qanotlarini ko'kka kergan va yiqqan holda ustilarida uchayotgan qushlarni qanotlarini ochgan va yiqqan chaqda yerga tushib ketishdan faqat Alloh qudrati bilan, ya'ni qushlarga marhamat va mehr shafqat qilib, havoda bo'ysundirgan narsa bilan tutib turdi. Alloh haqiqatan har narsani ko'rib turg'uchidir. Ya'ni Alloh mahluqotlarga foydali bo'lgan har qanday narsani ko'rib turg'uchidir. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tövendeki oyatning ma'nosiga o'xshaydi. Ular qushlarning havoda uchishga bo'ysundirilganligini ko'rmadimi? Ularni havodan tushib ketishdan faqat Alloh tutib turdi. Buningda iymon etadigan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Sizlarga Alloh yordam bergandan tashqari, ya'ni kim sizlarga yordamchi qo'shin bo'la oladi? Kafirlar faqat aldinish ichidadir. Ya'ni shayton ularni azob nozil bo'lmaydi deb aldaydi. Agar Alloh rizqini tutib qolsa, sizlarga kim rizq berdi? Ular takabburlikda, haqdan yiroqlashishda azvaylab ketgandir. Zodi qaysi odam yo'l topa oladi? Beshini sangiltib mangan odammi yoki qaddini rus tutib tuz yo'lda mangan odammi? Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, Alloh sizlarni yaratdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni yaratdi. Sizlar az shukr qilsizlar. Aytqinki, Alloh sizlarni yer yuzida yaratib ko'paytdi. Hisob berish uchun Allohning dargohiga to'plansizlar. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, bu vaqtdagi ilm, ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi Allohning dargohidadir. Men faqat ochiq ogohlantiruvchiman. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chaqda yuzlari qardab ketdi. Ularga mana bu sizlar dunyodagi cheg'inglarni talab qilgan narsadir deyildi. Mahluqotlarga Allohdan boshqa hech kimning yordam qila olmaydiganligi va rizq bera olmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo butlarga cho'qingan, ulardan yordam va rizq talab qilgan mushriklarni ularning buzuq e'tiqodlari uchun qattiq ayblab va ularning butlardan kutgan narsalariga erisha olmaydiganligini xabar qilib mundaq deydi. Sizlarga Alloh yordam bergandan tashqari, ya'ni kim sizlarga yordamchi qo'shin bo'la oladi? Ya'ni sizlarga Allohdan boshqa hech do'st topilmaydi. Sizlarni azobdan hech kim qutuldira olmaydi. Sizlarga Allohdan boshqa hech yordam beruvchi bo'lmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Kafirlar faqat aldinish ichidadir. Ya'ni shayton ularni azob nozil bo'lmaydi deb aldaydi. Agar Alloh rizqni tutib qolsa, sizlarga kim rizq beradi?
ya'ni hech shirki yo'q bo'lmagan yegani Allohdan boshqa xohlagan narsani beradigan, xohlagan narsani bermaydigan, xohlagan narsani yaratadigan va rizq beradigan hech odam yo'q. Mushriklar buni biladi. Shundaq turuqliq ular yanala Allohni qo'yib butlarga cho'qinadi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ular takabburlikda, ya'ni haddidan ishni, bo'hton to'qishni va gumrohlikni davomlashtirishda, haqdan yiroqlashishda, ya'ni haqqa qarshi chiqish, uningga bo'ysunishdan bosh tortish, uningdan yuz o'rish, uni anglashni xohlamaslik va uningga ergashmaslikda azvaylab ketgandir. Kafir bilan mu'minning misoli to'g'risida. Zodi qaysi odam yo'l topa oladi? Beshini sangilitib mangan odammi yoki qaddini rus tutib tuz yo'lda mangan odammi? Bu misolni Alloh taolo mu'min bilan kafir uchun misol qilib ko'rsatdi. Kafirning misoli beshini sangilitib egilgan holda mangan, qaddini tuz tutolmaydigan, o'zining qandoq mengayotganligini, qayerga ketayotganligini bilmaydigan, balki qarig'ulacha tamtirash va ozg'unlik ichida mengayotgan odamning misoliga o'xshaydi. Mana shundoq odam yo'l topa olamdi? Yoki qaddini rus tutib tuz yo'lda mangan odammi? Ya'ni o'zi qaddini tuz tutib mangadigan va mangan yo'limi tuz bo'lgan odam albatta tuz yo'l topa oladi. Mana bu ularning dunyodagi misolidir. Ular oxiratdami mushundaq bo'ladi. Mu'min o'zini kengri jannatga elib boradigan tuz yo'l ustiga qaddini rus tutib mangan holda to'planadi. Kafir bo'lsa o'zini jahannamga elib boradigan yo'l ustida yuzicha mangan holda to'planadi. Allah farishtalarga aytadi. Zulm qilg'uchilarni ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayoshlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mahshargohga to'planglar. Ondan ularni davzaxning yo'liga boshlanglar. Ularni to'xtatib turinglar. Chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol so'roq qilindi. Ondan ularga nimishqa dunyodagi holatinglarga o'xshash bir-biringlarga yordam qilmaysizlar deyildi. Belki ular bugun bo'ysung'uchilardir. Imom Ahmad Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, insonlar qandoqmi yuzlari bilan mang'dirilib to'plandi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "İnsanlarni putlari bilan mang'dirishga qodir Alloh, ularni yuzlari bilan mang'dirishga qodir emasmi?" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Mahluqotlarni yaratishga qodir Allohning qiyomatni qoyim qilishga qodir ekanligi to'g'risida. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, Alloh sizlarni yaratdi. Ya'ni sizlar ilgari tilga elingidek narsa emas edinglar. Alloh keyin sizlarni yo'qlikdan borliqqa keltirdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni, ya'ni aql idrokni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Ya'ni Allohga itoat qilishda, amr farmonlarini o'rindashda va to'sqan ishlaridan yenishda Alloh sizlarga ne'mat qilib bergan bu narsalarni oz ishlatsizlar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasul. Aytqinki, Alloh sizlarni yer yuzida yaratib ko'paytdi. Ya'ni Alloh sizlarni xilma-xil til, xilma-xil rang, xilma-xil sifat, xilma-xil shakl va xilma-xil surat bilan
yaratib, ziminning har qaysi joylariga taratdi va ko'paytdi. Hisob berish uchun Allohning dargohiga to'plansizlar. Ya'ni ziminning bulun pushqoqlarigacha tarqilib ketgandan keyin Allohning dargohiga to'plansizlar. Allah xuddi sizlarni taqib etgandek yana to'playdi. Dastlabda yo'qdan bor qilgandek o'lgandan keyin qayta terildirdi. Alloh taolo qiyomatni inkor qilgan va uning yuz berishini yiroq sanagan kofirlardan xabar berib mundaq deydi. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. Ya'ni ular ziminga chechilib ketgandan keyin sizlar da'vatgan bu yig'ilish qachon amalga oshadi deyishidi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, bu vaqtdagi ilm, ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi Allohning dargohidadir. Ya'ni uning yuz beradigan muayyan bir vaqtini g'olib va buyuk Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Lekin Alloh meni sizlarga qiyomatni cho'qim yuz beradiganligi haqida xabar qilishga buyurdi. Sizlar hazar aylanglar. Men faqat ochiq ogohlantiruvchiman. Ya'ni mening vazifam faqat tabliq qilishdir. Men tabliğni sizlarga yetkizdim. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chaqda yuzlari qardab ketadi. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lib, kofirlar uni o'z ko'zlari bilan ko'rgan chaqda azobning yaqinlab kelayotganligini ko'rdi va yuzlari qardab ketadi. Chunki kelayotgan har qanday narsaning zamoni uzun bo'lgan taqdirdimi, u cho'qim keladi. Ular inkor qilgan bu azob yuz berganda o'zlarini kutib turayotgan yomonlikni bilganligi uchun ularning yuzlari qardab ketadi. Ular o'ylab boqmagan va dillariga kechib boqmagan qattiq azob bo'lgan, ya'ni Allohning azobi o'rib oladi. Agar o'zlariga zulm qilganlarning egidorchiligida yer yuzidagi narsalarning hammasi, yana shuningdek bir hassa ko'p narsa bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kunidagi qattiq azob uchun uni fidya bergan bo'ladi. Ularga Alloh tarafidan bu dunyodagi chaqlarida o'ylab boqmagan azoblar oshkor bo'ladi. Ularga ularning dunyoda qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ularning dunyodagi chaqda payg'ambarning da'vatini masxara qilganliklarining jazosi uchun ularni qattiq azob urib oladi. Shunga ayiblash va malomat qilish yuzidan ularga mundaq deyiladi. Mana bu sizlar dunyodagi cheg'inglarda talab qilgan narsadir. Ya'ni sizlar tiz kelishga oldirab ketgan azobdir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sening o'limingni arzu qiladigan mushriklarga aytqinki, aytib beqinglarchu, agar Alloh sizlar arzu qilgandek meni va men bilan bo'lgan mu'minlarni halok qiladigan bo'lsa, yoki bizning ajlimizni ta'xir qilib bizga rahim qiladigan bo'lsa, sizlarga nim foyda bor? Kofirlarni qattiq azobdan kim qutuldirdi? Aytqinki, u nihoyat mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Sizlar kimning ro'shan gumrohlikda ekanligini kelgusida bilasizlar. Ularga aytib beqinglarchu, suyinglar yer ostiga singib ketsa, sizlarga kim eqin suv keltirib berdi degan. Mu'minlarning o'ltirilishining kofirlarni halokatdan qutuldira olmaydiganlik to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam,
Allah'ni inkar qilgan va Allah'ning ne'matlariga tangan ayni shu mushriklarga aytqinki, aytib beqinglarchu, agar Alloh sizlar arzu qilgandek meni va men bilan bo'lgan mu'minlarni halok qiladigan bo'lsa, yoki bizning ajilimizni ta'xir qilib, bizga rahim qiladigan bo'lsa, sizlarga nima foyda bor? Kafirlarni qattiq azobdan kim qutuldirdi? Ya'ni o'zinglar qutqizinglar. Sizlar tavba qilib Allohning diniga qaytmasanglar, sizlarni Allohning azobidan hech narsa qutuldira olmaydi. Allohning azobining bizga tushishini arzu qilishinglar sizlarga hech foyda bermaydi. Alloh bizni sizlar arzu qilgandek azoblasin yoki bizga marhamat qilib umrimizni uzun qilsin, sizlarga baribirdir. Sizlar Allohning sizlarga tushadigan qattiq azobidan qochib qutula olmaysizlar. Aytqinki, u nihoyat mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Ya'ni biz olamlarning Robbi bo'lgan nihoyat shafqatlik va mehribon Allohga iymon etdik. Barliq ishlarimizda uningga tavakkul qildik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin. Sizlar kimning ro'shan gumrohlikda ekanligini kelgusida bilasizlar. Ya'ni biz va sizlardan qaysi birimizning gumrohlikda ekanligini dunyo va oxiratda yaxshi oqibatning zodi kimga mansub bo'ladiganligini kelgusida bilib qolasizlar. Allohning buloqlardan chiqadigan suvdan iborat ne'matini aslatish bilan birga uning yo'qolib ketishidan qo'rqitganlik to'g'risida Alloh taolo bandalarga ato qilgan marhamatini izhor qilib mundaq deydi: Ularga aytib beqinglarchu, suyinglar yer ostiga singib ketsa, ya'ni suyinglar o'tkir palto jo'tolaringlarni va butun kuchinglarni ishqa silibmi chiqara olmaydigan yer qatlamining ostiga singib ketsa, sizlarga kim iqin suv keltirib berdi degan. Ya'ni yerning ustidagi buloqlardan iqib turadigan tatliq suvni sizlarga kim keltirib bera oladi? G'olib va buyuk Allohdan boshqa hech narsa unda qilishga qodir bo'la olmaydi. Alloh taolo o'z fazli va marhamati bilan buloqlar orqali sizlarga tatliq suv chiqarib berib, uni zaminning har qaysi joylarida bandalarning ehtiyojining oz ko'pligiga qarata qilib oqizib berdi. Alhamdulillah. Shuning bilan Sura Mulkning tafsiri tugadi. Jami hamdu sana va madhiya Alloh taologa xosdir. Kelar qitimda Sura Qalam tafsiridan birinchi oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.